Bugun erim kelganlariga ikkinchi kun bo'ldi. Ertalabdan dog'lar tushgan sochoqlarimni yuvishga qaror qildim. Bittaga bitta olar ekan va zo'r qizlarjon. Keyin singlim keldi bizanikiga va u bilan birga zavtrak tayyorlashni boshladik. No, вообще-то men o'zim tayyorladim, lekin u ozgina menga yordamlashdi. Erim meni ovqatlarimni juda ham yaxshi ko'radilar, shuning uchun ko'proq tayyorlab sizlarga retseptlar ham olaman. Zavtrak tayyorlaganim uchun 50 ming menga oylik ham berdilar. Hammamiz birga zavtrak qildik va ukamni pastda yuvishga majbur qildim. Hamma narsalarim onamni uylariga bo'lgani uchun tezda onamni uylariga kelib, narsalarimizni almashtirib, prichoskalar qilib syomkaga keldik. Mana syomkam va singlimni birinchi reklamniy syomkasi, kirib profiliga поддержка qilamiz. Shu bilan erim keldilar, uyga olib keldilar bizani. Shu ertalab zamachit qilgan narsalarimni siralkaga tashladim, keyin menga dastavkalar keldi. Bu raspakovkalar ikkinchi akkauntim Baby Nilushka reklama или же storiesimda bo'ladi. Kiyimlarimni almashtirib tezda tushdim. Erim meni olib ketishga keldilar va biz Chorbakir Samsani 3-filiali ochilish marosimiga keldik. Maza qilib somsalarni yedik. Reально juda mazali somsalari. Endi menga yaqingina bo'lagan va zo'r. Bu yerdan chiqib semeyniy hammamiz birga yana bitta joyga keldik. Bu yer qayer? Qani yozinglar-chi kommentariyada. Endi tualetda chiroyli video olaman desam, erim chaqirib qoldilar. Mazali ovqatlar keltirishdi bizga. Maza qilib yedik. U yerdan chiqib eski shaharga bordik, lekin video olish esimdan chiqib qolibdi. Shu uchun videomiz shu restoranda tugab qoladi. И всем пока.